ana shu eng asosiysi siz bilan bizni o'rtamizda, ayniqsa er-u xotinni o'rtasida ittifoqchilik bo'lmasligi mumkin. Ittifoqchilik bo'lmadimi, baraka qochaveradi. Shuning uchun ikki xotinlik bo'lgan oilalarda ko'proq baraka qochib qoladi. Nimaga? Ikki xotinlik bo'lgandan keyin urush janjal ko'payadi er-xotin o'rtasida. Buni ko'rsangiz aniq bilinadi. Hazillashib qo'yaman. Ba'zi shunaqangi ikkita xotinlik bo'lib qolgan yaqinlarimiz, qarindosh urug' yoki shunaqangi yor do'stlarga endi sizni odamgarchilik qilishlikka vaqtingiz ham bo'lmaydi, pulingiz ham bo'lmaydi deb qo'yaman. Chunki baraka ketib qoladi-da, baraka ketib qolgandan keyin haligini ko'paytiraman deb vaqti bo'lmaydi, unisini ishini bitirib beraman deb bunisinikini ikkovi xonadonning o'rtasida shu yugur bilan umri o'tib ketadi. Keyin puli bo'lmagandan keyin birovga odamgarchilik qilib borib yo'qlanmaydi ham. Mana shunaqangi bo'lib qoladi. Alloh asrasin. Shuning uchun muhtaram aka-ukalarimiz, biz xonadonimizda nima qilsak tinchlik bo'lar ekan deb o'ylashligimiz kerak. O'sha tinchlik bo'ladigan yo'lini qilishimiz kerak. Birov-birovimizga mehr, muhabbat nima qilsak uyg'onadi ekan deyishimiz kerak. Va o'sha mehr, muhabbatni uyg'otishga harakat qilishligimiz kerak. O'shanda xonadonimizda oz topsang ham barakali bo'lib ketadi.